O'rtoqlar, короче, vakansiyamiz zo'r. Usta akalarimizga ish bor, короче. Vakansiyalar, ya'ni mana shunaqa. Короче, malyarchilik, patolog bo'ladigan, keyin mana bunaqa hozir ko'rsataman, kafel, aboy. Laminat bo'ladigan ustalar kerak, kafelchi ustalarimiz kerak. Короче, mana shu chotki banyani mana shu yerda buzib boshqatdan qurish kerak, короче. O'zi chotki agar bundan chiroyli chiqara olsa, qo'ldan kelsa, shunaqa ustalarimiz kerak hozir bizga. Malyarchi, kraskachi. Mana bu uyimiz ham. Короче, devorlarga malyarka qilish kerak, kraska qilish kerak, mana pechkalarda, eshiklarda, devorlarda pol laminat almash kerak, kafelchi ustalarimiz kerak. Keyin mebelchi ustalarimiz kerak. Короче, kecha ikkita bola qo'ldan kelgancha ishladi bu yerga, boshqatlanmalar bo'ladi, aboylar olib tashlandi. Короче, vakansiyani zo'ri, qo'ldan ish keladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, kommentariyaga yozinglar yoki bo'lmasa, mana bu 3-etaj, 3-etajga xuddi shunday. Banya, tualet, malyarka qo'ldan keladigan akalarimiz, polnistda kraskasi bo'ladi, poli bo'ladi. Laminati, kafeli bo'ladi, kraska eshik derazalar bo'ladi, polna hamma joy. Короче, qo'lidan ish keladigan aka-ukalarimiz bo'lsa, kommentariyaga yozib ketinglar, qayerdan ko'ryapsizlar? Ish Germaniyaga, Amsterdam shahrida. Kommentariyaga yozib ketinglar, kimni qo'ldan nima ish keladi? Men atvet qilaman. Faqat qo'ldan ish keladigan usta akalarimiz yozsin, har kim yozib bezda qilmanglar, iltimos. Davay, yaxshi qilinglar. Ciao.